Assalomu alaykum obunachilar. Mening qo'lim Shepa o'rdadan qo'llari deb bugun sizlar bilan shirinlik tayyorlaymiz. Buning uchun zgushonie moloko, ya'ni qo'yiltirilgan sut kerak bo'ladi. Unga 2 dona tuxumni chaqib, yaxshilab aralashtirib olamiz. 2 dona tuxum va quyiltirilgan sutimizni yaxshilab biriktirib, uning ustiga o'zimiz qorishmamizga yarasha un solamiz. 200 gram atroflarida va qavatma tuzidan solib yumshoqqina xamir qoramiz. Endi zuvalalarimizni zuvala shakliga qarab bo'laklarga bo'lib olamiz. Menikida 8 ta bo'lak chiqdi. 8 ta bo'lakni zuvalacha qilib tayyorlab oldim. Endi hammasini yumaloq shaklida yoyib, yupqa qilib yoyib, tayyorlab, qizib turgan skavorkamizda pishirib olamiz. Skavorkamizga yog' hech narsa shart emas, faqat ozgina qizdirib olib, o'rta olovda baland qilmagan holda ikki tarafini aylantirib pishirib olamiz. Xamirlarni shundoq razlikli borligi uchun ishib chiqadi. Bularni hammasini pishirib olganimizdan keyin tovamizga 1 piyola shakar, 2 qoshiq un va 1 dona tuxum chaqib, sut quyib, 300 gram sut quyib, yaxshilab aralashtirib olamiz va zavarnoy krem tayyorlaymiz. Kremimiz tayyor bo'lgandan keyin tindirishga qo'ygan holda xamirlarimizni chekkalarini kesib tayyorlab olamiz. Hamma xamirlarimizni bir xil hajmda kesib olganimizdan so'ng tayyor bo'lgan xamirlarni zavarnoy kremimiz sovib qolmagan holatda birma-bir kremlarni surib chiqamiz qavatma-qavat qilib. Videoda ko'rib turganingizdek qilib surib tayyorlab chiqamiz. Bu tort desangiz ham bo'laveradi. Tortimizga skоворodkali tort deb nom beramiz. Chunki duxovka shart emas. Duxovkasi yo'q odamlar ham skоворodkalarda, tovalarda pishirib olsa bo'ladi. Mana kremlarimizni surtib, endi chekkasidan chiqqan nonlarini urvoq qilib, non talqon qilib olib, chekkalariga surtib chiqamiz. Xohishga ko'ra ustini bezatsangiz ham bo'ladi. Xohlang mevalar qo'ysangiz bo'ladi, xohlang menga o'xshab yong'oq terib pishirsangiz ham bo'ladi. Juda ham yumshoq, hammaga mos keladigan tort. Pishirib tayyorlab ko'ring. Yoqqan bo'lsa, layk va podpiskani ayamang. Obuna bo'lishni unutmang. Hammaga yoqimli ishtaha. Rahmat.